Bitta obunachimizdan savol kelib tushdi, buzoqlarga qanday sut beriladi deb. Bizning fermada o'zgacha shart-qoidalar va buzoqlarga sut berish uchun ham ko'rib turgan sutlarning birinchi sut. Ya'ni bu sigir tuqqandan keyin undan sog'ilgan, birinchi marta sog'ilgan sut birinchi sut. Ikkinchi sut o'z nomi bilan ikkinchi marta sog'ilgan sut. Yangi tug'ilgan buzoqqa har doim sigirning birinchi suti beriladi. Buzoqlarning sutlarini mana shunday sog'olamiz. Idishlarga 3,5 metrdan har bitta buzoq tirik tana vaznini 10% miqdorida sut beramiz. Birinchi sut. Keyin sutni bu idishlarga quyishdan oldin bu yerdagi apparatdan foydalanib bu narsalardan ozgina sutdan namuna olamiz va quyib bu yerga sut tarkibidagi protein miqdorini o'lchaymiz. Bu birinchi sut uchun norma 22 dan kam bo'lmasi kerak, ikkinchi sut uchun 15 dan kam bo'lmasi kerak. Birinchi sutni bunga qo'yamiz, bu idishga, ikkinchi sutni bu idishga qo'yamiz. Bunaqa yana kimda qanday savollar bo'lsa bemalol so'rashlaringiz mumkin, qo'ldan kelgancha javob